Yuqoricha chiqdi, mana Bardamko'ldagi shu uchastkamizni sotuvga qo'yamiz. Hovlimizni qaranglar, chiroyli qilib qo'yishgan ekan yoz kunlarida mana yerda o'tirish uchun. Xo'p, bu uyimizni umumiy maydonini aytadigan bo'lsam 5-7 suti bo'pti. Tashqarida ham sanuzollari bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, oldida chiroyli mana shunaqa dekorativ archalarni ekib qo'yishgan ekan. Buni orqa hovlilari ham bor. Video davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p, uyimizni bitta ichlarini ham ko'rib chiqaylik. Hovllarimizni ham juda ham bir chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Zalimizga tashqaridan kirsak bo'ladi, oshxonamizga ham tashqaridan kirsak bo'ladi. Uyga kirib kelar ekanmiz, shunaqa issiq sovuqni ushlash uchun bitta prixoshka qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, kirganimizda hovlimizni ko'rasizlar. Hovlimiz ham shunaqa katta, patologimiz ham balandligi kamida 4 metr atrofida bo'pti. O'zgacha fayz berib turibdi. Hovlimiz ham 5 ga 5 atrofida chiqyapti. Bu yog'imizda bitta sanuzol, bitta oshxonamizdan ko'rsatolmaymiz. Hozir egalari o'tiribdi. To'g'rimizda ham sanuzolimiz, bu uyimizda ichkarida umumiy hisobda 3 ta sanuzolimiz bo'pti. Bu yoqda bitta kattalar uchun yotoqxona ko'radigan bo'lsangiz, remontlari sredniy holatda turibdi. Bu yoqda ham bitta xona. To'g'ri kirganimizdan keyin bitta kattalar uchun yotoqxona, o'zini bu yoqda ham ko'radigan bo'lsangiz, sanuzollari bor. Ozgina ish qolgan ekan, shuni bitqizib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va bu yoqda zalimizni ko'rsak bo'ladi. Zalga tashqariga ham bemalol kirib chiqish uchun eshiklar qoldirib ketirgan. Narxini aytadigan bo'lsam, $105,000 startiga qo'yilyapti. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar, bu uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Yaqin orada uchastka olishni reja qilib yurganlarga bu videoni yuborib qo'yinglar, repost qilinglar, xudo xolisa manfaatli bo'lib qoladi.